Yomg'ir sezon bo'lsa, qanaqasiga bo'lishi mumkin? Tomda ochib qo'yib, kelmayapti bir haftadan beri. Instrumentlarigacha olib ketgan. Kelsin hali kunini ko'rsataman. Rahim tushunmagan. Menga tomda ochtirib qo'yib, boshqa ustalarga olib beryaptimi bu? Rahim, Ana, o'zi ham keldi shikili. Chiqoring tomga. Gaplarimni to'plab qo'yganman. men bilan takror qilib boshqa usta solishni ko'rsatib qo'yaman bunga. Nima men bilan takror qilib boshqa usta savol deng. Nima deyapsiz? Nimaga o'zingiz tomda ochib qo'yib, bir haftadan beri yo'qsiz, a? To'g'risini aytsam, esini chiqib qolgan ekan. Qanaqa ustasiz? Siz chirdi chiqib bo'lib qolganmi? Tomda ochib qo'ygan odam tezda yopib bermaydimi? Yomg'ir sezon bo'lsa. Bu odamni o'z shogirdlari ham chiqib ketganda, bu odamga ham oson bo'lsa endi aka. Otaxon bizni sostavga qo'shilib olavering, biz bilan ishlayverasiz. Qiynalmaysiz. Nima deysiz shunga? Sizni qo'lingizda o'ni qurib shogirdlar ham yo'q ekan. O'zi gaplarim juda ko'p edi. Mana shu ustalar bilan kelish ishlayverasiz, endi pul berishadi. Xullas, yerni ko'rsangiz bo'ldi. Kaltini qo'lingizga topshiramiz. Qisqacha qilib ayting. Akalar, hozir ustalarga ham ishonch qolmagan. Yaxshi ustalarni oqtarib topish kerak. Mana sizlarga men topib qo'ydim. Mana kelib ishlashyapti, tomlarni ochib chiroyli qilib yopishyapti. Undan tashqari mana shu ishlayotgan ustalarga mana uyimizni ham qildirganmiz. Betonidan boshlab tomigacha qilib berishadi. Kalitini qo'lingizga topshirishadi. Tashqarida mana qo'shnimiz uyini ham bular qilishganda pastda nomer qoldirib qo'yapman. Aka, usta oqtarib yurgan bo'lsangiz bemalol telefon qilaverasiz. Shlaka bilan o'ylaysiz, ular nima ustalarning qo'lidan nima kelsa hammasini qilishaveradi. Mana bu tomonni tomlarni ham shu ustakalarimiz yopishgan, chiroyli qilib. Xullas, usta deganda hozir bilasizlar-ku, mashina ustalari ham ko'payib ketgan. Alda pulingizni olib, to'rtta shogird tashab qo'yadi, o'zi boshqa joyda ish qilaveradi. Shular telefon qilib o'ylar, zo'r qilib berishadi.